Uyg'ur millati. Rossiya Xitoy chegarasidagi islohot va inqilob. Abduri David Brofi. Tarjimon Abduvali Ayub. Tarjimondan. Uyg'ur millati degan bu kitobning tarjimasini qonida yepishib, jahilona bir ishtiyoq bilan tugatdim. Kitobning Uyg'urcha tarjimasini axborot, tadqiqot va turmushga band bo'lib aldirash ishlayotgan 2018 yilning oxiri hayotimning qatlang chog'larida qo'ldan chiqardim. Chunki kitobda Uyg'urlar bilmasi bo'lmaydigan, bo'libmi mushu fojiali kunlarda bilishi kerak bo'lgan tarix, qismatimizga sabab bo'lgan dunyoviy muhit haqida tahlillar, ibratlik, fojiali hodisalardan chiqarilgan qimmatli fikrlar, mulohazalar bor edi. Kitob Rus, Xitoy, Ingliz, Uyg'ur va turk tillaridagi manbalarni asos qilib yozilganligi uchun uchur manbasi haqiqatan mo'l edi. Bo'libmi, rus tilida yozilgan atalg'u va so'zlarni o'rish mendek ruscha bilmaydigan odamga qiyin edi. Kitob Uyg'urning taqdirini Xitoy, Osmon va Rus imperiyalarining ziddiyatlari ichiga qo'yib bayon qilganligi uchun murakkab muhokama va tahlillar bilan bezalgan edi. Shunga har qancha kuchsammo inglizcha ma'no bilan Uyg'urcha tarjimam bo'ylasholmay, o'zimning Uyg'urcha gapi o'zimga yaramay qolatdi. Tarjima mendek do'rashq o'ch, aynan takrorlaydigan gaplardan asonla zerikib qolgan odamning qildigan ish emas ekan deb voz kechgudak bo'ldim. Oxirida bir chora topdim. Inglizcha kitobni Uyg'urchalab ayolim va ini og'aynam Qurbonjon o'qib berdim. Ularning chiroyidan darhol bir mamnunlik, hayronlik va yoki echinganlik aks etsa tarjimamga jazm qildim. Ular anqramasa, ravon bo'lmaganligini his qilib tuzatdim. Natijada bir mezgildan keyin kitobdagi yog'ochdek hakavur yot inglizcha so'zlar pilikdek yumshab, ona tilimga bosh egdi. Men bu kitobni Uyg'ur tarixida barhaq deb qabul qilingan ba'zi qarashlarni tarixiy isbotlar bilan rad qilganligini ko'rdim. Masalan, kitobda isbotlanishicha Uyg'urlik kimligi qandaqdir biror rus tilshunos yoki siyosatchilarning shafoatida yasab chiqilgan emas, balki zamonaviylikqa yuzlangan Uyg'ur kommunistlar va jaddichilarning tirikchilik jarayonida terilgan. Men bu kitobdan Uyg'urligimizning tarixda har xil ismlarning qatiga mo'kinib qolganligini bilib oldim. Uyg'ur kimligi tarixdagi bo'stonliklar va Tangirtog'ning ichki qantida izchil kuchlik mavjud bo'lib turgan bo'lib, hech qachon butunlay o'chib ketgan emas. Faqat yerlik musulmon, olti shaharlik Taranchi degan nomlarning ichiga yoshiringan ekan. 2013-yili Turkiy millatlarning o'lim yo'sullarini tadqiq qildigan biri turk doktormandan. Boshqa Turkiy millatlarda o'limda qora kiydi, nemishqa Uyg'urlarda erlar oq bog'laydi, ayollar oq ro'mol soldi deb so'raganda javob beramagan edim. Bu kitobdan o'qib javobini topdim. Men Uyg'ur tuproqlariga vahobiylikni 90-yillarda kirgan deb qaraydim. Kitobdan bu qarashlarning xato bo'lib qolganligini bilib oldim. Shami damollam shu 100 yil burun aramizda bu maysni ko'chirib Qashqarda o'stirishga kirishgan ekan. Kishilarimizning 90-yillarda Arabistondan kelgan, keyincha Pokistondan eqib kelib yurtimizda paydo bo'lgan, 2000-yillarda Turkiyadan kelgan kishilarning og'zidagi "Mashaalloh, inshaalloh" degan muborak so'zlarga oldinib ketganligini anglagan edim. Bu yangilik emaskan. 1900-yillarning boshlarida Arabistondan va Turkiyadan kelgan bir qism atalmish payg'ambar avlodi deyilganlar bizning yorkan kuchalarda aldamchilik qilib yurgan ekan. Buni o'qib, tarixdan ibrat olmagan kishilarning tarixiy xatoliklarni qayta sodir qildiganligiga ishondim. Kitobdan Osmon imperiyasining Beyjing bilan birlashib g'arbga taqobil turish planidan toki Qing imperiyasi butunlay xarablashguncha qandoq voz kechmaganligini o'rgandim. Söyümlük Uyg'urlarning aksicha Osmon imperiyasi uchun oltin ko'mish yo'llab, urushlarda jonlarini pido qilib, oldingi safga qandoq otlanganligini o'qidim.
Kitapda bugungi bizning tushunchimizdan farqli holda xalqimizning 100 yil burungi o'y xiyolining uchurlari bor ekan. Bundan 100 yil burunga qaytsaq, xalqimizning musulmon degini, Uyg'ur degini, yaxshi odam degini ekan. Kuffar degini, Xitoy degini, qabohatchi, mal'un degini ekan. Ularning Qashqarliq degini Sharqiy Turkistonning janubidagi Uyg'urlarni ko'rsatadigan. Taranchi deganlik vatanning shimolida bo'libmi Ili vodisida yashaydigan hamda shu diyordan O'rta Osiyoga ko'chirilgan Uyg'urni ko'rsatadigan. Kitobning ismi Uyg'ur Nation bo'lib, bu yerdagi nation Uyg'ur tilidagi millat degan so'zning o'zi edi. Uyg'ur tilida millat degan bu so'z ham davlat hamda shu davlatga fuqaro bo'lgan barliq xalq degan ma'noni bildiradi. Bu so'zning sifat shakli milliy bo'lib, davlat tavaligi, davlatlik degan ma'noni bildiradi. Shu sababdan 1944 yil qurilgan davlat armiyamiz milliy armiya deyilgan edi. Davlatning yillik kirimi milliy daromad deyilgan. U chaqda davlatning manfaati milliy manfaat deyiladi. Ammo bugun Uyg'urcha millat so'zining davlat tavaligi degan ma'nosimi, davlatlik degan ma'nosimi yo'q. Halbuki bu kitobda tilga ilingan millat so'zining davlatni ko'rsatadiganligi aniq. Shunga bu kitobning nomini Uyg'ur davlati deyishkimi, Uyg'ur millati deyishkimi va yoki turkcha bo'yicha atsak Uyg'ur ulusi deyishkimi bo'lar edi. Ammo ko'ngan atalg'u bo'lgan millat degan so'z bo'yicha atashni qaror qildik. Kitobda vatanimizning nomini tarixda qanday atalgan bo'lsa, shundoq yozgan. 1882 yildan keyingi mazmunlar haqida to'xtalganda, avtor Sharqiy Turkistonga Xinjiang degan so'zni ishlatibdi. Biz bu so'zni dastlabda butunlay Sharqiy Turkiston deb elishni o'ylashgan. Ham tarjima shundoq qilingan. Kitobni qayta tahrirlagan Mi Ibrohim bilan kengashsak, xatolik ko'p chiqadigan. Masalan, Xinjiang o'lkalik hukumatning dobani Shingsay deyilgan jumlada Xinjiang degan so'zning o'rniga Sharqiy Turkiston desak, o'qirmanlarga xato bir ma'no berib qo'ydi ekan. Jumlalarning o'ranidan qaraganda, kitobdagi Xinjiang degan atalg'ularni o'zgartirish kitobdagi ma'noni qalaymaqon qilib, tarixni burumlashga elib bordi ekan. Kitobni o'qib, o'rgangan bilganlarim haqiqatan ko'p. Bayqagan ibratlarimni yozsam uzun bir maqola chiqqudek uzun. Shunga o'qirmanlarningmi men erishgan bilishning huzuri, tafakkur qilishning shodligiga o'z maylicha mustaqil erishsin deb gapimni mushu yerda chekitlay. Oxirda bu kitobni tarjimaga tavsiya qilgan va nashrga chiqishga madadkor bo'lgan Abdujalil Turan akamizga, Uyg'ur Project fondiga, shundaqla kitobni inglizcha nusxa bilan qo'rim-qo'r selishtirib chiqqan do'stim Mi Ibrohim apandiga chin yurakdan rahmat aytaman. Uning tahliliga bo'lmagan bo'lsa, kitobdagi savalliklar tuzassiz qolgan, mugdak bosqanda yozilgan xatlarning o'ng ta'siri aralashib ketgan bo'ladi. Qimmatli do'stlar, ata Abduvali Ayub apandi tarjima qilgan Uyg'ur millati nomli kitobning kirish so'z qismi huzuringlarda bo'ldi. Xayr xo'sh, ko'rishgacha hammamiz omon bo'laylik. Xudoyim omonat.